Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 2024-yili 9 oyning 7 kuni shanba. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq 2 haftada bir qatim qilayotgan naq maydon videosiga chiqishim. Bugun so'zlaydigan 4 cho'ng mazmun bor. Uniki yaqindagi dunyoda bo'lgan cho'ngroq ishlarning birisi Xitoy haqida bo'ldi. Oldidan shundan boshlay. 9 ayning 3 kuni Amerikaniki saqchi idorasi FBI Sunwen degan bir Xitoyni qo'lga oldi. Bu Xitoy New York shtatining muavin shtat boshlig'ining yordamchisi bo'lib Xitoy uchun ishlab, New Yorkniki nurg'un hukumat ishlariga ta'sir ko'rsatgan. Uzun muddat. Uniki eri Xushao degan Xitoymi nurg'un jinoiy ishlarga shug'ullanib, har ish qilsa, uzun muddat Xitoy uchun xizmat qilgan. Shu nurg'un ishlar pash bo'ldi. Masalan, Sunwen degan Xitoy bir qatim bir Tayvan umiginiki New York shtatiga shtat boshlig'i bilan kurashgili keldigan bir ishini to'sib qo'yibdi ekan, to'sib olibdi. Har xil ilmiy fikrlarni ishlatib yurib, andan keyin New York shtatiniki boshlig'iniki nomida bunda taklifnoma xatlarini tayyorlab, o'zi imzo qo'yib, New York shtatiniki shtat boshlig'iniki nomida imzo qo'yib, Xitoyniki bir o'lkasiniki bir umigini New Yorkga kelib, New Yorkniki shtat boshlig'iga ko'chtirgan, ashta ishlam qilgan. Andan keyin bular bu ishlarni bekor qilmagan albatta. Nayti jiqpay bo'lib Amerikada $4 million qimmatroq bir uyni olibdi. Havoyida $2,5 million bir uyni olibdi. Ana Xitoyda necha uy bor ekan bularniki. Ish qilib mushtaq ishlarni qilayotgan ekan, bularniki ishlari o'tgan yil 3-oyda oshkorlanibdi. 9 oyning 3-kuni bular rasmiy qo'lga olinib, endi e'lon qilindi ish. Shunga bu ishni bugun sizlarga deb qo'yishim. Andan keyin New York shahriniki boshlig'iniki bir yaqini Jang Chirong degan Xitoy ekan. Buni FBI qo'lga oldi. Abaksi New York shtatiniki, New Yorkniki shtatim bor. Andiki New York shahri deb shahrimi bor. Shunga ikkisini almashtirib qo'ymanglar. Bu New York shtatiniki shahrining boshlig'iniki bir yaqin yordamchisi Jang Chirong degan Xitoy bu ayol. Buni FBI qo'lga oldi. U New York shtat hukumati, New York shtat hukumati, shahar hukumati, shaharlik hukumat, shtat hukumati, andan New Yorkdagi Xitoy konsulxonasi mushlarning orlig'ida qatirab yurib, nurg'un ishlarni qilgan ekan. Xitoyning josusi. Buniki Xitoy, New York shahriniki Xitoy konsulxonasiniki boshlig'i degan nomim bor ekan. Endi bunday emas, lekin shu qilayotgan ishtirokchilar bo'lgani uchun ashtaxni nom olgan ekan. New York shahriniki boshlig'i bir qatim Xitoylarniki Chag'an bayramini tabriklash so'zi tayyorlab, uning ichida Uyg'urlarniki kishilik huquq ishlarini tilga olgan ekan. Mushu Xitoy ayol ashi nutqdagi Uyg'urlar haqidagi mazmunni chiqarib o'tibdi. Ashinchilik ishlarni qilgan ekan bu. Ashta qilib bu ishlarni qilib uzun muddat bo'libdi. Chiqilib yaqindan buyon bunday ishlar xili ko'p davlatlarda yuz beryotdi. Xitoy kompartiya hokimiyati chet eldagi nurg'un davlatlarniki hukumat ichiga kirib bo'ldi hozir. Nurg'un odamlar bor. Hozir shu orqadan bir qismlari pash bo'lyotdi. Masalan, bu yil 2-oyda Yaponda 2 ayol tutilgan. Birisi ismi Xili Hong degan Xitoy. Bu Xitoy aslida shu fohishaxona savdolarni qilgan Xitoy ekan, keyin bir donliq parlament a'zosini qo'lga tushirib olib, shuningki davomli shu parlament a'zosini nega bosib shu yerga bilib berib, parlamentniki yig'inlariga birga qatnashib, yig'inni naq maydondan Xitoyga mangdirib degandek ajoyib qilgan ishlari bor ekan. Bu shu abayatning gapini qilgan bir qancha ayollar eng dastlabda savdo boshlagan chog'da shu fohishaxona, Xitoyniki fohishaxonasi savdolarini boshlab dastlabda, keyin siyosiy o'rinlarga kirib, andan keyin taraqqiy qilib, yuqori o'ringa chiqib ketgan.
Yine burun paşvagan ahvalançıda Amerika'nınki bir avam palata azası var. Swavel degen aslında San Francisco'da turduğan kişi bu. Bunun bir Fanfan diyen Xitay kız bilan münasebeti var. Bulup bu kim paş oldu? Şu Xitay Fanfan diyen Xitay bu kişiye pul çıkarıp saylan jarayonida buniki saylanışıga açık töp qo'shgan. Bu yosh balama o avam palatasiga a'zo bo'lgan. Bir yamayri o Swavel degan bola şu avam palatasiniki davlat bexatarlik ishlariga mas'ul komitetiniki bir boshlig'i endi. Aşnisi Xitay qiz bola. Bu mu bir necha yil oldin pash bo'lib bu qiz bola tutildi. Xitay Fanfan degan Xitay. Andi bir narsa mushtaq munosabatga kirib qolgan chet ellik amaldorlarning hammasi Xitoy uchun yaxshiga qildigan, Xitoyga yanmasadigan bo'lib qoldi ekan. Shu bu ishlarni biz nurg'un ko'rdik. Hozir mana shundoq Avstraliyada bir 68 yoshli Xitoy Yang Yisheng degan Xitoy bu bir ministerni qo'lga tushirib olib, Xitoy uchun nurg'un ishlarni qilayotgan, bu qo'lga qilindi. Kaliforniyaniki Feinstein degan bir senator var, uzun muddatli senator. Buniki şoförü Xitoy ekan. 20 yillik şoför Xitoy, Xitoyning jasusi. Shunga bu Feinstein intayin ta'siri var ayol Amerikaniki hukumatida. Aşının bütün uçurlarını Xitoy o'ttirib yo'llab turgan. Ishqilib ba'zanlar Xitoy hukumatiniki xodimlarining chet el hukumatlariga singib kirish ahvolini bir ilonga o'xshatdi. Bular chet el hukumatini bir ilonga o'xshash bir odamni yo'g'ilgan ilonga o'xshash yo'g'ib olib, ularga tujutmay, kin ma'lum vaqt kelganda bu odamlarni qimriyamas qilib qo'yadigan. Ammo shu narsaga o'xshatdi. Hozir Xitoyniki bu xil ahvoli bek ig'ir. Ammo yaqinda bir necha pash bo'lganligi uchun men ahvollarni sizlarga deb qo'ygim keldi. Bu nayt cho'ng xabar bo'lib ketdi. Shu oldingi bir hafta ichida. Ondan keyin Xitoy haqidagi yana bir cho'ng xabar hozir oxirlashtirib o'qimayman. Shu o'tgan hafta Xitoyda Xitoy Afrika iqtisodiy hamkorlik yig'ini ochildi. Nəhayət dağdığılıq, intayin cıq adam kelib qatnaşıb 160 tək adam ekan, cıq dövlətlərdən Afrikalıqlar. Bunun da Xi Jinping degan jallat nəhayət yəni bir oyun oynadı. Bu oynagan oyunlar Xitoyniki mətbuatlarıniki hammasi degandekni egallab ketdi. Şu hazır ba'zilarning deyishicha Xi Jinpingniki kalasidagi operatsiya qilganlarni biroz saqiyib, chechimi chiqib, ashta qilibdi, shuni qo'rqmay chiqyapti deb shuni deydi. Ishqilib bular bilan intayin dag'doliq ko'rishib, har xil ziyofatlarni o'rinlashtirib, andan keyin Afrikaga 50 milliard dollardan ko'p pul qarz berdiganligini dedi bu qatim Xi Jinping. Xi Jinping'deki bu icadaki işleri aynı vaxtdaki mavzunun işleriga o'xshab qoladi. Xitoyniki puhraları intayin jafo ichida hozir mana shunday ishsizlik bek ig'ir, intayin kulpat ichida yashayotdi, lekin bu boshliqlar bo'lsa pulni Afrikaga chechib, ularga qarz berib, o'zini qo'llab berganligi uchun xabarlarda bor. Xitoy hozir BDT'da nurg'un ishlarda ko'p qo'llashga erishdi. Bular qarshi turadigan davlatlar, g'arblik davlatlar bo'lib, bir 30 necha davlat bo'lib qoldi. Ammo Xitoyni qo'llaydiganlar 50, 60, 70larga chiqib, bilat tashlash ishlarida Xitoy davomli o'tib keldi. Sababi mushta Afrikadagi nurg'un davlatlarmi Xitoyni qo'llaganligi uchun. Hozir bir chaqchaqqa o'xshash gap chiqdimish bu qatim. Afrikalik boshliqlar zikib qolsa Xitoyga berib o'ynaydi deydi. O'ynab sayohat qilib, hamma o'ynaydigan tomoshalarni tuyitib bo'lgan chog'da, undan keyin Xitoyning boshliqlari kurashib, biz Tayvan Xitoyniki ayrılmas bir qismi deb qaraymiz, deb etib, undan keyin bizga pul beringlar deydi deb. Shu kim Tayvan Xitoyniki ayrılmas bir qismi desa, Xitoy uni pul berdi deb mashta bir gaplar chiqdi yaqinda. Mushlarda eng cho'ng rol o'ynayotgan rayon Afrika endi. Bu qatimki faoliyatning o'sha yerda bek dag'dug'liq bo'libdi. Endi ikkinchi mazmun so'zlaydigan Amerikaniki xabari, buniki yaqin chiqqan bir yangi ish. Donald Trumpning ustidan bir azvati xabarlarda bor. Bir ayol menga bosqinchilik qildi deb, keyin Donald Trumpniki prezident vaqtida uniki advokati bu ayolga
pul verip 130 ming dolardek pul verip uni jimitgan. Bu işin Donald Trump'ның xabari yok. Lekin bu iş ötken yıllarda sotqa çıkıp Donald Trump'a muş bir iş üstüden 34 cinayet atılıp Donald Trump resmi bir cinayetkar olup kaldı endi. Resmi nuqtadan aytgan chaqda. Aşağı bu qilib yaqında Donald Trump'a turmik vaqtini kesmekçiydi. Bunu yaqında Amerika'nınki yuqori soti bu kesishni turmuga qancha yil turdi degan narsani kesishni bu yillik prezidentlik saylamidan keyin qilganligiga kechiktiryapti. Bu Donald Trump uchun bir cho'ng foydali ish bo'ldi. Shu bu ishni hozircha besqib turadigan bo'ldi. Harunlarda bor saylamga yana 2 oyda vaqt qolib qoldi. 2 oydan keyin Amerikaniki prezidentlik saylam bo'ldi endi. Bu bir xabar. Andan keyin men o'tganda sizlarga Donald Trump'niki agar prezident bo'lsam men nima ishlarni qilaman degan 20 va'dasini deb bergandim. Bu qatim Kamala Harris'nikini mi deb berman degandim sizlarga. Kamala Harris'niki qandaq va'dalar bordi deb biroz izlandim. Unda numara qo'yib o'tirib qo'ygan va'dasi yo'q ekan. Shu bu yerlarni ozroq ta'dim men. Uniki hozir saylam nutqlarida davatgan narsa birisi Joe Biden'niki hozirgi har xil siyosatlarini davomlashtirish. Masalan, o'tiral va tuvan sinf oilalariga bajni azaytish, undan keyin dorilarniki bahsini tushirib berish, undan keyin degandek uni u mashhur narsaga davatgani. Andan keyin yana birisi mal bahsini kontrol qilish. Mal bahsini kontrol qilish degan emniyatga uyg'un emas bir narsa. Ammo bu Kamala Harris hozir shuni bir o'ziniki saylam shuar qilib ko'tarib chiqaryotdi. Nimishqa emniyat emas desanglar, odatda malniki bahsini ikki narsa belgilaydi. Uning birisi shu bir mahsulotni ishlab chiqarish uchun ketgan chiqim. Qancha pul ketdi, buningda material chiqim bor, emgak, aniki maosh degan narsalar. Buning chiqimi, ikkinchisi buni chiqargan shirkatniki olgan foydasi. Shunga u bahani, malning bahasini bir odam siyosat bilan tushagil bo'ladigan narsa emas. Bu bozor iqtisodida uni bozor belgilash kerak. Uni tushadi degan gap amaliyotda mal bahasini kontrol qildi degan narsa qandaqdir pul baholigini kontrol qila olmaydi, balki o'stirishi mumkin. Nimishqa desanglar, agar bir malniki bahasini tushasa, uniki ishlab chiqarish xarajati, chiqimi tushmay, shirkatniki oldigan foydasi to'lab ketadi degan gap. Ashtavaniki shirkatlar ya taqilib ketadi yoki ashunday mahsulotlarni ishlab chiqarishni to'xtatish kerak. To'xtatgandan keyin bozordagi o'xshash xildagi mallarning soni ozaydi. Ozaygandan keyin o'xshash xildagi malniki bahasi tushmay, taxmin buningdan eshib ketishi mumkin. Shunga iqtisodshunoslar ma'vu siyosatlarni butunlay ilmdan olib qolgan, amaliyotdan olib qolgan, faqatlamkin saylam uchun kishilarni qo'llash uchun lamkin o'tirib chiqayotgan narsa deb qarayotdi. Ondan keyin Kamala Harris'niki yana bir narsasi, butun Amerika bo'yicha bir xillam sug'urta sistemasini yo'l qo'yman deyotdi. Hamma odamlarniki sug'urtasi bor qilaman deb. Hozir har xillari bor, hukumatning bor, shaxsining bor degandek. Ondan keyin Amerikada sug'urtasi yo'q, salomatlik sug'urtasi yo'q. Xalqda necha million odamlar bor hozir. Mushni butunlay yo'q qilaman deydi. Bu ishqimi burunqi Amerikaning prezidentlari ko'p urinib boqqan, ammo hech qaysi g'alaba qila olmagan. Shu dastlabda cho'ng yo'g'on gaplarni o'tirib chiqdi, keyin amalga oshmaydi, ashta tugaydi endi. Ondan keyin bu xonim Amerikaniki o'ziniki neftini qazib chiqarishni to'xtataman deydi. Bularniki bir siyosati bor, yeşil energiya deydigan, bu benzin bilan mangdigan mashinalarni hammani amaldan qoldirib, butun mashinalarni elektronlik o'taman degan.
bu ishni qilib olmaydigan ish, andan keyin intayin ko'p pul ketadigan ish. Hozir shu saylamga qatnashib atganlar mushundaq va'dalarni bergan chaqda pul nereden keladi, Amerikaniki qarzi nega bordi degan bilan kari yo'q. Faqat lamkin mana bir xil aldanchiqda tuyuladi, mayli cumhuriyetçiler bo'lsin, mayli demokratchilar bo'lsin. Butunlay amaliyotdan ayrilgan oldida mana quruq haqlarni yo'llaydigan gaplarni deb saylanish uchun işte qilayotgandek tuyuladi menga. Maaşım işte tuyulyotdi. Ondan keyin bu mahanimniki yamir siyosati balını aldırtış şu apıniki özünki hukuki deydigan narsa. Cumhuriyetçiler bunun karşı balı qilib qolganda uni xalqancha aldırtışga qarshi demokratchilar bo'lsa qo'llaydi buni. Mahanim shuni qo'llaydigini, buniki bu jarkishanimi siyosatnimi muqimlashtirman deb atadi. Anından keyin bu xonimniki ko'chman qabul qilish jihatdagi siyosatlari bor. Xarinlarda bo'lgandek Biden saylangandan buyon Amerikaniki janubiy tarafdagi chirasi echitildi. Hozir nurg'un odamlar kiryotdi. Hozir qadar kirib bo'lganlar 20 millionlarga yaqinlashib qoldi meni bilishimcha. Shu jihatdagi siyosatgan. Ondan keyin yana birisi qurolni kontrol qilish. Amerikadagi qurol masalasi pek cho'ng masala. Cumhuriyetçiler qo'llaydi buni, demokratchilar biroz qarshi turadi. Mahanimmi deydi. Shu qurolni kontrol qilish jihatda bir qism tadbirlarni o'tirg'a chiqiramiz deydi. Buning ichidagi birisi qurol sotmoqchi bo'lgan kishilarni tekshirish, undan keyin avtomatik qurollarni cheklash, cho'ng titik qurollarni cheklash. Mana narsalar ekan. Şuna benimki Kamala Harris doğruluk, onunki siyasi doğruluk alır kadar toplay alağan nesleri müşünçilik çıkıp kaldığımı yok okumayman, çıkıp işte neslerge bir depreye edip kaldım. Bugün sözlediğin üçüncü çoğun mazmun Uygurlarının haberi. Alır neçə gün içinde çıkan bir çoğun haber. Bizimki Angliyadaki dostumuz İzesa Elkin Niki bir qilgan yaxshi ishi o'tirg'i chiqdi. Unimi desanlar, Ezeysa Uyg'urlarniki tarixiy kitoblarini, har xil kitoblarini to'plashga intayin qiziqadigan bir do'stimiz bu. Intayin ko'p kitoblarni to'plagan hozir qadar. To'plagan bu bir necha yil qattiq tirishib boshqalarning yordami bilan Amerikadagi Cornell University, Princeton University bilan deyishib, mushu kitoblarning hammasini Princeton University'niki kutubxonasiga qo'ydi. Manguliq. Nayta ko'p kitob. Bu bir manguliq uyi bo'ldi, mushu kitoblarniki aşağıya qo'ydi. Bu kitobdan albatta Uyg'urlar haqida tadqiqot olib boradigan har qanday odamlar foydalanadi. Bu bir cho'ng natija. Bu Princeton University'mi Amerikadagi eng danliq 20 maktablarniki birisi mening bilishimcha. 20 maktabning birisi Amerika dunyo bo'yicha. Anayda danliq shaxsiy maktab bu. Shuni kutubxonasiga kirdi. Endi Uyg'urlar haqida kitob to'playdigan nurg'un qarindoshlarimiz bor chet elda. Endi amalanki keyingi 5 yildan bir ish. Men ketib qolsam kitoblar qanday bo'ladi degan bir narsa bor endi. Herhalde sayımız qotaqi hali yosh, anachaq turibmi, mana bu kitoblarni Princeton University'ga hadiya qilib, ular kitobxonada boshqalarniki foydalanishiga qo'yibdi. Bu bir yaxshi ish Uyg'urlar uchun. Ondan keyin Uyg'urlarga oid chiqqan yana bir xabar, shu yaqinqi bir qancha kun ichida Xitoyniki nima WeChat'ta tarqalgan 5 iyul Urumchi qirg'inchiligiga oid bir qism videolar tarqaldi. Shu vaqtdagi Uyg'ur qirg'inchiligiga qatnashgan Xitoy harbiylarniki yozgan narsasi. Buni WeChat yozibdi, buni birisi video qilib, buni torlarga chiqardi. Ondan keyin tunugun
Li Muyang degan bir Xitoy videochi bor. Burun ayni vaqtda Xitoyda hali bir cho'ng televiziya stansiyasida ishlagan o'zi Falun Gongchi Xitoy bu. Har kuni video chiqardi. Bu tunugungi videoda mush narsalar to'g'riliq so'zladi. 6 minutdan jiqroq meniki bilishimcha. Men uning so'zlagan mazmunlarini kesib olib Facebookga qo'yib qo'ydim. Bir amindak odam ko'rib bo'ldi uni. Ishqilib 5-iyul voqeasini Xitoyniki so'zlar orqali tasvirlagan ahvol. 5-iyul qirg'inchiligidan boshqa 2014-yili 7-oyniki 28-kuni Yarkanda yuz bergan qirg'inchilik. Bu to'g'riliqmi mazmun bor buningda. Bo'libmi shu chog'da Xitoy askarlari bir oqshomda 3 Uyg'ur kentidagi Uyg'urlarning hammasini o'tirib, qariyash, ayol hammasini o'tirib, shu kentdagi butun uylarni tuzlab, uning o'rniga ko'cha tikayotgan, o'rmonlik qilib qo'ygan. 3 kentni bir oqshomda o'rmonlik aylantirayotgan ahvol. Mushkaplar bor bu videoda. Ondan keyin Urumchidagi qirg'inchiliklar qanday elib berilgan, askarlarniki, masalan, buni qilgan askarlarning ikki xil kiyim borligi, tashqi sirq nisbatan kiygan kiyim bilan ichki muqimni salash vaqtida kiygan kiyimlari. Mushaqdagi uchurlar, ondan keyin qanchalik jasadlarning do'linib ketganligi, ularni qanday bir taraf qilganligi mushaqda nurg'un mazmun bor ma'noda. Buni Facebook chiqarib qo'ydim. Hozir Uyg'urlarniki davosi tutishib qolgan vaqt emasdi. Bir qism muhim ishlarni biz qilamidik. Masalan, Xitoylarniki bir harakati bor, cho'ng tarjimonlik harakati degan. Buningda bir to'p Xitoylar tashkillanib, Xitoy Kompartiya hokimiyatining jinoyatlarini g'arb dunyosiga oshkorlaydigan, pash qiladigan boshqa bir harakati bor bularniki. Twitterda qilyotdi buni, necha yil bo'ldi. Aslida Uyg'urlarning boshqa bir narsa bo's bo'ldi, bu Xitoyniki eg'iz bilan chiqqan isbotlar. Bu intayin muhimdi, buniki qayliqlarlik kuchi va kuchliq endi. Aslida 6 minutlik video ekan, buni tarjima qilib inglizchaga, yaponchaga va boshqa tillarga. Balki u tarjima qilingan yoziqni videoga kirishtiramagan taqdirdami, mana shu videoga qo'shib Twitterlarga chiqarib buni boshqa qilib tashib qilsak, zo'r unum bo'ladi. Chet eldagi Uyg'urlar qila oladigan va qilish tegishlik muhim ishlarning birisi shuti. Facebookga deb yozib qo'ydim. Mening o'zimning shunday qilg'im bor, lekin hozir oldimizda bir cho'ng faoliyatimiz bor. Shuni tayyorlagan qilyapman. Ara yetishib ketib boraman. Shunga maoshlarga vaqtim yetmaydi. Hozir qarasanglar, mening ovozim sal yerib qolgandek anglayotdi. Sababi men atagan soat 5:30da qo'pib Dünya Uyghur Qurultayıniki vekiller yığını qatnaşdım 3 saat. 8:30gacha 3 saat yığın qatnaşıp azın aniki ma videoni qilyapti, men yerib ketdim. Meni kunim ishda o'tyapti hozir, bo'lmagan bo'lsa, men aslida meni shuncha qig'im kelib ketdi. Shunga men ba'zi o'ylayman, chet elda Uyg'urlarniki 80 dak tashkiloti bor. Turib naiti bir aktif qo'shinlar o'tirib chiqadi Dünya Uyg'ur Qurultayiga qarshi ish qildigan. Ashta qo'shinlar maoshlarni qisib bo'ladi, ashta aktivchilik bilan deb o'ylayman. Mushundaq muhim fursatlar kelgan chaqda biz o'zimizniki mavjudligini ko'rsatmayapmiz. Lekin ba'zilarda ajoyib mavjud Uyg'urlar degan o'z ishimizda bir-birimizni urushga to'g'ri kelib qolsa. Aslida maosh vatanlik xalqimiz uchun qilish tegishlik intayin muhim ishlarning birisi. Shunga men ko'rgan bolalarimiz chet eldagi inglizchani biladigan va boshqa o'zlari yashayotgan davlatlarni biladigan mushu bolalarimiz ham o'yish basana bo'ladi. Men til Xitoycha buni boshqa tillarga tarjima qilib abaytaman degandek videoga kirishtirish imkoniyatlari bo'lmasa-mu Twitterga xat shaklida chiqarib videoni qo'shib, bu videoni 2 minutdan 2 minutni kesib, har 2 minutlik mazmunni tarjima qilib boshqa tillarga chiqarib qo'ysa bo'laveradi. Twitterga odatda 2 minut 20 sekunddan ortiq uzun videoni chiqara olmaydi. Shuni kesib chiqarish kerak. Mashunday qisqa qildigan ishdi. Bak muhim ishdi. Mening yuragim tatilib ketib bordi bundan narsani ko'rsam.
Xitoy so'zlab videolarni chiqarib o'tirib chiqdi. Uyg'urlar aslida mishadan buni damlashtirsak bo'ldi. Hozir endi oldingi bir qancha qatimliq videolardim dedim. Mayli vatanda bo'lsin, mayli chet elda bo'lsin, hozir Uyg'ur qirg'inchiligini normallashtirish harakati yoki yuzlanishi yuz beryapti hozir. Xitoy buni maqsadli qilyapti. Uyg'ur qirg'inchiligini izlarini yo'qotish, vatandagi Sharq Turkiston xalqlarini bir normalni baxtga yashayotgan xalq ko'rsatish dunyoga. Bu ishni qilyapti. Uyg'urlarniki bir qismini obdan hamkorlashib qilyapti bu ishga. Ondan chet eldimi hozir bor-bora hech qanday ish bo'lmagandek yashaydigan ahvollar kuchayib menyapti. Qisqasi Xitoylarniki normallashtirish taktikasi unum beryapti. Normallashtirish degan bir erkinsizlik. Chunki normallashtirish sizni aslida o'zingizdan qilganingiz yo'q ishlarni qilishga mayllashtiradi. Boshqalar yasagan nachar ichimliklarni ichsiz, boshqalar chog'an nachar musiqalarni anglaysiz, boshqalar qilgan gaplarni takrorlaysiz. Ko'rinishda o'zingiz bilan munosabatlik, amaliyotda unday emas ishlarni so'zlaysiz. Mushularning hammasi normallashtirishniki oqibatlari. Bu xuddi bir sessiq o'burniga kirib 5 minut o'tirsangiz, o'burni burningizga ses purmaydigan bo'lib qolgandek bir ahvol endi. Hozir Uyg'urlarda mana shunday ahvollar ko'rilyapti. Biz shunday normallashtirishga to'p qo'shmasligimiz kerak. Uningga yaxtashimiz kerak. Uni yo'l qo'ymasligimiz kerak. Agar o'zini bir vijdon egasi, bir Uyg'urlik vijdoni ega kishi deb o'ylaydigan kishilar mushjat sahada o'ynab chiqish kerak. Hozir endi Uyg'urlarda bir umidlik yoki umidsizlanish kayfiyati bor. Ish qilayotganlardan hozir uning nima foydasi bor yoki uning hozir nima qiymati bor deb savol so'raydiganlar bor. Bir qism kishilar siyosiy da'vodan umidsizlanib biroz yiroqlashyapti. Sababi yaqinki 6-7 yil chet eldagi Uyg'urlar intayin zo'r tirikchilikni ko'rsatdi. Lekin biz vatandagi irqiy qirg'inchilikni to'sib qolamadik. Xalqimizning beshiga kelgan fojialarni to'xtatamadik, azaytamadik, biroz azaytdik. Agar chet eldagi siyosiy da'vo bo'lmagan bo'lsa, bizim vatandagi xalqimizning ahvoli hozirgi natijasi nachar bo'ldi. Biz bu jat ahvollarni biroz o'zgartdik. Ashtaq bo'lsa-mu, bo'lgan ziyon bo'lib ketdi. Hozir albatta men degandek bütün ahvollar bir xil normallashgandek ko'rinadigan bo'lib ketdi. Ashtaq bu boshqa kishilar biroz umidsizlanib siyosiy da'vodan yiroqlashgan ahvollar bo'lyapti. Ammo bu ishlarda bu ishlarda shu siyosiy da'vo bilan shug'ullanayotgan, millat uchun ish qilayotgan, yaxshi amal bilan yashayotgan kishilar agar diqqatimizni faqat natijaga tikib olsak, ishimizni uzun muddatga davomlashtira olmaymiz. Umidsizlanib qolamiz. Turib umidsizlanib qolamiz. Bunda qilmay biz qilayotgan ishimizni bir xil yaxshi amal, milliy majburiyat deb tushunsak, anikin o'zimizni qilayotgan ishniki to'g'ri ish ekanligiga ishonsak, ishimizni uzun muddat davomlashtira olamiz. Uyg'ur millati buningdan ashnaq yashaydigan Uyg'urlarga intayin ehtiyojliq. Shunga bizningki bu jihatdagi bundaq qo'shindagi odamlarimizning soni ozib ketmasligi kerak. Ko'paysin, azaymasin. Shunga men barliq qarindoshlardan bu jihatda o'zaro o'ylanib beqishini umid qilaman. Bugun so'zlaydigan 4-mazmun Uyg'ur Project Fondiniki ishlari haqida bo'ladi. Xarunada bo'lgandek, mushayniki 21-22 kuni shanba va yakshanba kuni
biz İstanbul'da 20 liksiya degan bir faoliyatni olib boramiz. Bu faoliyat İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesida bo'ladi. O'tgan yil shu yerda bo'lgan, bu yil shu yerda bo'ladi. Ertagan soat 9da boshlanib, kech soat 6larda tugaydi. Su, pranik, non, chuchuk tomoq hammasini biz ta'minlaymiz bog'onlarga. Ondan keyin 21-sida ertaganda bog'onlarga 4 kitob sovg'at qilindi. Bunun ichidagi 3 kitob faqat 100dan bostladik, shunga tugab ketishi mumkin. Ondan keyin biz mushqatimqi faoliyat uchun yig'ilgan 38 parcha maqola, 35 nafardak Abdullohning 38 parcha maqolasi kirgizilgan. Davr va biz degan kitobni bostiramiz yaqinda. Bu kitobni sovg'at qilmoqchi. Bu kitob har 2 kunda bor deb o'ylayman. Men 250 dona bostirmoqchi buni. Shunga bu 2 kunlik faoliyat xuddi bir 2 kunlik haqsiz universitet darsiga o'xshaydi. Hamma narsa haqsiz. Tomoq, ichimlik, kitob, leksiya hammasi haqsiz endi. Shunga bundoq oliy maktabni dunyodagi boshqa hech qanday yerda topolmaysizlar. Albatta men deb o'tgandek buniki nima foydasi va nima qiymati bor deb so'raydiganlar bor bo'lishi mumkin. Boshqasini demagan taqdirdami? Bu bizniki yo'qmaganligimizni namoyon qiladi. Bizniki yo'qolmaydiganligimizni namoyon qiladi. Ondan keyin hozir chet elda yashayotgan Uyg'ur ziyolilarniki aqli kuchini, bilimini to'plab xalqqa taqdim qilish. Mush narsaniki, mush sodi epagan bir ish endi bu. Bu ish oson to'xtamaydi biz uchun. Nurg'un jafolarni chekib, nurg'un odamlarniki tirishchalik bilan vujud chiqdi. Shunga İstanbuldagi qarindoshlar yoki shu vaqtlarda chet eldan İstanbulga kelib qolgan qarindoshlar 2 kun faoliyatga berib anglab beqishni tirishib baqsanglar bo'ladi. Chuqur pushaymon qilmaysizlar. Nihoyatda isli faoliyatlar bo'ladi. O'tgan yilgi 2 kunlik faoliyatniki 4 qism videosi bor edi. Men yaqinda ularning hammasini Facebook'ga chiqarib qo'ydim, WhatsApp'lardan taqib qo'ydim. Bu yangi mash videoning ostiga men shu o'tgan yilgi 2 kunlik leksiyaniki videosining ulanmasini qo'yib qo'yman. Shu yerda ko'rib baqsanglar bo'ladi. Nihoyat isli mazmunlar bor. Qarindoshlarimizniki necha yillik amgiginiki natijasi u. Shunga ko'rib baqsanglar bo'ladi. Aniki manig'im kelib qatnashib boringlar. Bu qatimqi leksiyada 20 odam 22 leksiya so'zlaydi 2 kun. Har kunisi 11 dan odam so'zlaydi. Kitap uchun 35 odam 38 parcha maqola berdi. Başdan hamısını kirgizimiz. Albatta men degandek faoliyat soat 9da boshlandi. Hozir Uyg'urlarniki Nuriyadagi faoliyatlari vaqtini yarım soat baldır e'lon qildi ekan. Masalan 9da boshlamoqchi bo'lsa 8:30da boshlaymiz deb qo'yib, ana 9da boshlar ekan. Biz nima qilmaymiz? G'arib undaq ish yo'q. Qanchada boshlamoqchi bo'lsak shuni vaqtni e'lon qilamiz. Ma faoliyat mashindaq dal 9da boshlaymiz faoliyatni. Nurg'un qarindoshlar ish qilgan chog'da biz xalqaro saviyada qilyapmiz deb boshda deydi. Xalqaro saviyada ish qilish mushtarishlarda bilinishi kerak. Soat 9da faoliyatni boshlaymiz deb 9da boshlash kerak uni. Ondan keyin g'aribda ish qilgan chog'da bergan vaqt muddatini qayta takrorlaydigan ish yo'q. Yoki oqsi kirib oladigan, so'zlaydigan ish yo'q. Uni bir qatim e'lon qilgandan keyin kishilarning hammasi ongli qoldi, amal qildi uningga. Mana xalqaro saviyadagi shu. Uyg'urlarmi bu ishni o'rganish kerak. Meniki deb qo'yadigan yana bir narsam, ehtimol xabarlarda bor, men vaqtni tejab ish qildigan odam. Mening burun bu to'g'riliq vaqt to'g'ri yozgan necha parcha maqolalarim bor. Vaqtni sekund bilan hisoblaydigan odamniki vaqtni minut bo'yicha hisoblaydigan odamlarning vaqti qaraganchada 60 yassa uzun deb. Etkinisi ishni soat 7da boshlaydigan odam, ishni soat 9da boshlaydigan odamga qaraganchada har kun 2 soat uzun yashaydi. Shunga bizim faoliyatimiz soat 9da boshlandi. Amaliyotda men har yili
har xil xalqaro yig'inlarga boraman. Men boradigan yig'inlarniki ko'pinchisi soat 7 da yoki 8 da boshlanadi. Hargizim 9 ga qolib qolmaydi hech qanday yerda. Biz hozir taraqqiy qilib mushlarcha keldi 9 da boshlaydiganga. Şunu bo'lsa vaqtida kelib boringlar. Bu qatimki faoliyat uchun Germaniyadagi qarindishimiz Tavakkul Iskandar 500 euro yordam qildi. Men o'tganki videoda degan, agar yordam qilgan qarindoshlar bo'lsa yordam qilinglar deb. Bu qarindishimiz 500 euro yordam qildi. Bu qarindishimizning ismi kitobga kirgizildi. Agar yana mushta yordam qilganlar bo'lsa, hozir bu ish uchuq, bu ish uchuq. Ondan keyin Yevropadan yine ikki qarindishimiz davomli Uyg'ur Project fondiga iyoni qilib turgan qarindishimiz bor edi. Ularni o'tgan hafta Uyg'ur Project fondiga iyoni qildi. Men shu fursatdan foydalanib bu ish qarindishimizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Uyg'ur Project fondiga vakolatan. Bugun deydigan yana ikki muhim uqtirish bor. Uning birisi bizning faoliyatimiz 9-21-22 yillar bo'ladi. 9-yaniki 20 kuni yana bir faoliyat bo'lmoqchi. Juma kuni. Bu faoliyatniki ismi Bayonning kuchi. Buningda Tahir Amut qarindishimizniki kitobi Kechida tutqun qilinishni kutish degan kitobi haqida bir muhokama yig'ini ochilmoqchi. Buningga Tahir Amut elimiz uzib bor. Ondan bu kitapni İngilizcege tercüme qilgan Amerikalik tarixchi, Uyg'ur adabiyoti tadqiqotchisi Joshua degan kishimi bor. Ondan keyin Uyg'ur adabiyoti tadqiqotchisidan yana Mahmudjon Yasin qarindishimiz bor. Mush uchlarniki riyosatchiligida mushta bir faoliyat bo'lmoqchi. 20 sentabr kuni tushdan keyin soat 2 da yig'inniki bu faoliyatniki o'rnimi shu Sabahattin Zaim Universitetida bizniki faoliyat zalining o'zida bo'ladi. Shunga hammalarni mush faoliyatga kelib qatnashishga taklif qilaman. Undan boshqa 23-yillar dushanba kuni yana bir faoliyat bor. Bu faoliyatda jurnalist Salima Kamal Apayniki asarları muhokama yig'ini bu faoliyatniki temiz aslında. Anandakin bu faoliyatda yine tarım edebiyat mukofotini tarqitish faoliyatimi bo'lmoqchi. Bu yig'in o'tgan soat 10 da boshlanib soat tushdan keyin 4 kishilik davomlashadi. Yig'inniki o'rni Turkiya Yozuvchilar birligi İstanbul sho'basiniki zalida. Onunki o'rni Sultan Ahmed ekan. Ma uqtirishlarni men Facebook'imga chiqarib qo'yman. Bu qarindoshlarimizni taqatdi buni. Men chiqarib qo'ymoqchi. Shunga imkoniyatinglar bo'lsa, bu faoliyatga kelib qatnashinglar. Bu yil men uchun bir cho'ng xo'shallanarli ish bo'ldi. Men uzun muddat mushtaq bir faoliyatlar qilgan chaqda uni o'xshash vaqtga o'rlashtirib, o'xshash vaqtimiz oldi keyin endi. Shu bir haftaning ichida degandek. Ashta qilsak bizdek uzun yo'ldan keldiganlar hamsi qatnasha olamiz, obdan bo'ldi deb kelgan. Burun bunda ishlar uchiq chiqmagan. Bu yil 3 faoliyat aqaqadan bo'ldigan bo'ldi. Juma kuni boshlanib, dushanba kuni tugagan bo'ldi. Men buni baxo'shal mushtaq ulashtirgan boshqa qarindoshlarning hammasiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Uyg'ur Project fondiga vakolatan. Shunga bo'lsa hammasi kelib qatnashib boringlar. Shunga bunun bugundan 2 hafta keyin men İstanbul'daki şu İstanbul'da 20 siyah degan faoliyatda bo'laman. Shanba va yakshanba kuni, juma kuni yana bir faoliyat bor. Aslida bu boshqa men bu videoni qilolmayman. Hozircha qilolmayman deb o'ylayapman. Agar imkoniyat bo'lsa qilishim mumkin, lekin umid kutmanglar. Boshqa taqdirdigan narsalar bo'lib qolsa, men futurliq Facebook'da taqib turman. Bizniki Uyg'ur axborot markazidagi o'quvchilarimiz leksiya faoliyatini hammasini to'liq oladi, videoga ilib YouTube'larga qo'ydi. Men shu joyda uni taqib turman, endi WhatsApp'larda, andan Facebook'da shuni ko'rsangiz bo'ladi. Ish qilib men tirishiman, lekin ikkilar qatimliq rasmiy video programmasi
qilmasligi mumkin qilmay qolman Turkiyada boshqa xabardor bo'linglar. Burada bugungi nima bugungi programma shunday bo'lsin. Albatta men degandek bo'lgan sal charchab qilib ovozim ancha yaxshi chiqmay qoldim deb o'ylayman. Anlab berganlar ko'p rahmat. Kelaqatda ko'rish omon bo'linglar. Xudoyim bursa 4 haftadan keyin ko'rishaylik. Ma'qul, xo'sh, Xudoyim omonat.